Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, подписчиклар. Laykni banglatamiz. Mana bu yumshoq prujina bo'ladi. 0 ga qaytadigan, haligi avtokatimizda mehkisi bo'ladi. Mana shu blogi bo'ladi. Mana ko'rsating. Mana dumaloq prujina deyiladi. Endi mana keling mana. Haligi ezilib qoldi, cho'kib qoldi deyilyapti. O'sha narsalar mana bunda xudo xolasa bismillah. Ha. Yaqinroq kelib ko'rsataman. Men o'zim 110 kiloman. Chiqing, siz ham chiqing. Mana. Bemalol. Yuring, siz ham yuring. Ha. Buningda ustida yotiladi, bunaqangi yurilmaydi. Atak mana ezib, men o'zim 110 kiloman. Keligim 60 kilo. Yana ko'taraveradi. Mana, behijolat. Qani cho'kib qolish, mana ezilib qolish degan narsalar bormi? Yo'q. Mana. Behijolat. Layklarni banglatamiz. Taktik bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni. Kuzatinglar, narx-navolarni ham yana chiqaramiz.